Ayollar dening orqada nastali ekanda. Конечно. Kim ayta oladi, uyimda men 5 minut spokойно yotdim, kelib niqtalamadi deb. Kelib 5 minut yotib qolsangiz, telefon agar ozgina ko'rib qoldingizmi, o'shanda ham mayli ishingizdan ko'rasizmi, любой sohadan kelasizmi, kelib olib turib pampers kerak, kelib olib turib shakar kerak, kelib olib turib unga pul kerak, bunga pul kerak, unaqa edi, bunaqa edi. Постоянно nuqtalab turadi. Bu ham yaxshiligi, lekin bu 24 soatlik texpoddeshka deydi-yu. Sizni 24 soat qimirlatib turadi-da. Agar kimdir qimirlatib turmasa biz yotgan bo'lardik. Masalan, biz o'zimiz uchun oyiga, masalan, kuniga bir kishi $2 rasxod qiladi. O'ziga ovqatlanishi, kiyim-kechaga. Masalan, erkak kishi kiyinmaydi. Hamma biladi, bitta kiyim kiyib oladi, yuraveradi-da. Nima, kuniga 20 ming, 25 ming so'mga ovqatlansangiz bo'ldi, yetadi o'shada. 1 million, 2 million, 3 million pul topsa, bo'ldi, kun o'tib ketadi. Lekin shu ayol kishini texpoddeshkasi bilan, o'sha nuqtalashi bilan biz ko'p pul topamiz. Agar nuqtalamaganda shu yotgan bo'lardik.